Bunda C'de ham bergan yo'q. Prosta foydalanib qo'yinglar. Bugun yengil qo'yib beryapmiz narxlarni. Ozmoz kamini ham qilib berasiz. Hammasini olib qo'yishdi. Optim bo'lsa xayriga o'tib beraman. Dangal, ya'ni o'tib bermayman, boshqa bo'lmasin. O'tib beramiz. Xayriga. Qaroyuzni yashaydi obunachilari, chorvash qozlari, qo'zish qozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroqishloqda arzonchi, optimchi, arzonlardan zo'rlarda olib kelayotgan Furqatjon akamni qo'y fermalaridamiz. Bugun hafta kuniga chorshanba 1-iyul 2026-yil. Xohlasa sifati zo'r, narxi arzon qo'zlar chiqadi. Oxirigacha ko'rib turinglar. Assalomu alaykum. Keling. Furqat aka, siz charchamang. Charchamang. Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa like bosib turinglar. Ikki partiya ma'nali qo'ziqo'chqorlarimiz bor. Xudo xolasa narxi ham uka Xudo xolasa yengil bo'ladi. Hali 300 ming arzon, 400 ming arzon bo'lar bo'lmasdan real narx qo'yib beramiz. O'zlari Xudo xolasa bilishaveradi uka. Gap yo'q. Hayda. Aka, birinchi partiyamizga soni nechta ekan? Birinchi partiyamizga 31 bosh. Hammasi chempion qo'zlar ekan o'zi ham. Qo'zlari haqiqiy chempion. Maka chinnilari. Zo'rdan boqaman degan so'zlar aloqa yetishadi. Bitta sovlig'ida 30 ta qo'sh bor. Baliq suvda suzganini ko'rganmiz aka. Mana sizga havoda suzayotgani zo'ri, yiriklari. Baliqda yo'q ketgan o'zi ham. Badanni qarang. 2026 ni chempion qo'zlari. Aka, bularda yosh oylik qanaqa? Bular yosh oyligiga jazman 5 oylikdan o'tib 6 oylikka borayotgan variantidan uka. 6 oylikka qarab ketyapti. Bo'yvasida, xudo xolasa. Sog'lik, salomatlik hamma zo'r. Bo'yvasida 70 chiqib qoladi, 70 pilis minishga. 65 pilis minishga berilaveradi. Hop, 30 bitta dedingizmi? 31 bor. 30. Hammasi qo'chqor. Bitta sovlig'i bor, 30 ta qo'chqor. Bitta sovlig'i bor, 30 ta qo'chqordan. Kashtan jonivorlar. Gaz uzunligi bor. Haqiqiy bunaqa variant ko'pchilik so'raydi-da. Hali gazi bor variantdan bering, gazi bor variantdan topib bering. Mana xudo xolasa bitta ikkita emas, 31 bosh gazini ko'ring. Hammasiniki uzun. Xudo xolasa yuk ko'targani ham chiroyli moslangan. O'zlari tayyor holatda. Dumbalari ham tik dumba. Hammasini Yeb ichishi so'z isboti bilan qonni chiqyapti hammasini. Yeb ichiga sinov ham bor aka. sinovlari bor. Qancha sinov bor? Bir hafta 7-sini chiqarib sinov olamiz. Bemalol bir hafta sinov olasiz aka. Bitta qo'yni olsangiz ham kunini olish kerak. Ukor vaksina dastavkasi chiqimi ko'p. Lekin Furqat akamga bir og'iz telefon qilsangiz, mana shu narsalarda mana hamma narsasi qilingan, ukor vaksina qilingan, dastavkalar besplatni, juni olingan. Yana sizga nima kerak? Boqishga tayyor. Olib turib bir 5 oy boqib yuboring, xudo xolasa mana shu narsani normal, yaxshigina pulga sotsa bo'ladi. Kun sayin o'zgaradigan vaqtiga kelgan ko'plar. Soat sayin, kun sayin o'zgaradi. Tem bo'la yana bitta narsa bor. Bir chimni o'tga to'yadi. Bozordan qo'yiladi, katta qo'yiladi olib turib, to'g'risi qo'chqorlar yomonlamayman. Qo'chqor ham yaxshi foyda qiladi, lekin unga katta yem berish kerak. Katta hashak yeydi. Rasxoti bor o'ziga yarasha. Mana bu narsalar ozginaga ham to'yadi. Hash-bash deguncha o'zi qo'chqor bo'lib qoladi. Aka, bularni qayergacha yetkazib beramiz? Samarqandgacha hammasini bir joyga olsa, dastlabkasi ichida yetkazib Endi hammasini bir joyga olgani kimdirni qurbat yetishi mumkin, kimdirni qurbat yetmasligi mumkin. 10 ta olsa ham yetkazib beraylik aka. yetkazib beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelganicha aloqaga chiqishaversin, nechta olishadi, xudo xolasa qo'limizdan kelganicha yetkazib beramiz. Hop, 5 ta olishsa Toshkentgacha. Telefon qilishaversin, bitta ikkita qayerdan ko'rishayotgan bo'lsa, uka mana bunaqa shunaqa mana shu narsani olamiz, mana shu pulimiz bor desa, kelishib, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Gap yo'q. Xudo xolasa hamma yo'q kelishgan dumbalar tikdimba, bizga aka muhimi narxi. Narxi. Qani? Oldi qo'shni gap kerak yo'q. Bo'lar bo'lmas narx qo'yib yuborishdan maqsad bega qo'yishdan maqsad sotish uka. Narx-navoni o'zingiz ham juda yaxshi ko'rib turibsiz. Xudo xolasa arzonroq qo'ysak sotiladi. Yangi partiya chaqirganmiz, qo'yimiz seroq. Uka bir joyga 3 million 600 ming, 3 million 700 ming sotilyapti. Real optim narxi 3 million 600 ming sotilyapti. Donalab 3 million 700 ming so'mdan. Men o'zi 3 million 600 qo'ysangiz kerak deb o'ylab turdim. Unaqa narxi yo'q. Mebega bugun maqsad sotib shuni tugatib yuborish qo'yimiz dangalgan. Uka bir joyga olsin, oldi qo'shni gap kerak 3 million 400 mana. Bor 3 million 400 dan. 3 million 400 ming so'mdan Alloh baraka. Hammasini olsa kami ham bor ozmoz. Optim keling. Ularni aytib ko'radi. Uka optim olsa 3 million 400 ming so'mdan xayrni qilib beraman. Donalabga bo'lsa 3 million 400 dan dastlabkasini uylarga Barakasini bersin, gap yo'q. 3 million 400 ming so'mdan donalabga ham ketdi. Gap yo'q.
aloqaga chiqarsa 24 ga 7. 3 million 400 ming so'mdan uyingizga kirib boradi. Gaz uzun sifat zovqozlar aloqaga chiqarsa 5 tani haydab olsangiz ham, bitta tanlab olsangiz ham optim narxda ketdi. Lekin ko'proq olsangiz chiroyli qilib dadil o'tib beriladi. 24 ga 7 aloqaga chiqarasizlar. Max programmasi ham bor. Musofirdagi aka-ukalarimiz ham bemalol telefon qilinglar. Xudo xolasa, rasa yemga kelgan, yemda beradigan variantdan yemlab, maza qilib, foyda ko'rib, xudo xolasa sotsangiz, bizga ham xudo xolasa duo qilib qo'yasiz. Bo'lmasa, keyingi partiyamizga navbat beramiz. Aloqaga chiqarasizlar. Keyingi partiyamizga ham akalar zo'rlari, yeriklari, xudo xolasa, qorinni qarang, qorinni. To'lgan, yeb ichib turgan variantdan. Aka, buni soni nechta? 21 bosh, hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor soni 21 bosh. Hop, hammasi kelishgan, mana ko'ryapsiz, oyoq qo'llari uzun. Bu ham o'sha kuni olingan, ko'rvaksina qilingan, dastavkalari besplatna, zo'ridan. Narxi ham darim, o'ta arzon. Hop, aka, ular yosh oyligicha? Ularniki ham 5 oylik atrofida. 5 oylik atrofida. Yemishi, sog'lik salomatligidan keyin bunda xotirjam bo'lsa, xudo xolasa rasa 200 gramm, 300 grammdan yemini berib, uyda boqadigan yosh yetib qolgan. Quloqlari ham menimcha hammasi butun ekan-a? Quloqlari ham 90% butun. Yo'q, quloq butun variantlardan. Hammalari ham tushib ketaveradigan. Qurbonlikkacha boqib qolsangiz bormi, maza qilib, 100 kilo, 150 kilo borib qolsa, maza qilib qo'yasiz-da. Hisorini toza variantda akalar. Qurbonlikkacha rasa boqadigan varianti. Buni boqib turib to'yga so'ysangiz ham dahshat bo'ladi, xudo xolasa. Xullas akalar, hisorini o'zi 100 kilo, 150 kiloga chiqadigan, metrga chiqib ketadigan zo'r variantda. Endi u yo'q Allohdan boqishingizga ham bog'liq. Yaxshi boqsangiz, xudo xolasa metrga chiqadi, 150 kiloga boradigan varianti. Aka, ularni ham Samarqandga yetib beramizmi? Samarqandgacha xudo xolasa. Dastavkalarni tuzatib qo'yinglar, yetkazib olib beramiz. Samarqandgacha dastavkalari bor, yetkazib beriladi. 10 ta olsangiz ham, xudo xolasa kirib boradi. 5 ta olsangiz, Toshkentgacha bitta olsangiz, vodiy bo'ylab yetkazib beriladigan variantdan. Bugungi narxlardan foydalanib qolasan. Takrorlanmas narxlar. Sababi pul bo'shashga qo'yilyapti-da. Katta partiya chaqirganmiz. O'zimiz ham ertaga kerak bo'lsa, mashinasidan olib, ya bundan oshirib narxda yetkazib kelyapmiz. Prosta qo'ylarimiz tugasin, yangi partiyasi kirsin degan maqsadda yengil qo'yilyapmiz. Bu PR ya boshqa narsa yo'q. Kimdir o'sha niyat qilgan bo'lsa, olib qo'ylanib qolsin. Hozir qo'yib berayotgan narxim realni birovda emas. Men o'zim sotib turgan narximni 200 ming so'm, 300 ming so'mdan realni olsam qo'yib yuboryapman qo'ylarni. Akalar, olganingiz olganda qoladi. Narxlar ko'ryapsiz, borgan sari oshib boryapti. Ham mana bu narsani semirganiga, ham o'sganiga, ham narxi ham oshganiga yaxshigina xudo xolasa foyda ham ko'rasiz. Har qanaqasiga 100 ga 100 foyda ko'rasiz xudo xolasa. Yangiga qo'shib olsa ham bo'laveradi, 30 bittaga, 20 bittani qo'shib olib. Hammasini bitta olib qo'ysa aka. Ichiga qo'shib yuborsa bir xil bo'lib ketaveradi asli. Lekin endi 30 ta qo'ya olib, bitta sal bundaroq, jilliroq bor, yo'q borib qolsa 30 ta qo'y bir tomon bo'lib, bitta qo'y ko'ziga ko'rinib turaveradi. Odamlar shunaqa. O'shaning uchun uka olsa bir xil qo'zg'asi mana 20 bitta bir xil bir pachka, xudo xolasa. Bundan ideal teri bo'lmaydi. Nariga 30 bitta ham xudo xolasa bir xil qilib qo'yilgan. Qaysi tomondan olsa ham xudo xolasa baraka qilaveradi. Xolasa chiroyli baraka topishadi uka. Hammasini olib qo'ysangiz borib chiroyli qilib o'tib berishadi. Buni narxlarga chiroyli qilib yengil qo'yib beraman. Keling, mana 3 million 400 ming so'm, 3 million 500 ming so'mgacha donalabcha. Optim 3 million 400 ming so'mdan uka yengil sotilyapti hozir. Bunaqa narx yo'q. 20 bitta qo'chqarim bor. Bir joyga olsa 3 million 200 dan baraka. 3 million 200 dan. 3 million 200 ming so'mdan. Kami ham bor. Akalar, ukalar xotirjam bo'lsa, jayida ham bergan yo'q. Prosta foydalanib qo'yinglar. Bugun yengil qo'yib beryapmiz narxlarni. Ozmos kamini ham qilib berasiz. Hammasini olib qo'ysiz. Optim bo'lsa, xayriga o'tib beraman. Dangal, ya'ni o'tib bermayman, boshqa bo'lmasin, o'tib beraman. Xayriga qilib beraman. Endi hisob sari barakatan, misol shu 30 ta 35 qo'ysam aka, 100 ming o'tdim, 200 ming o'tdim qilaveraman. Unaqa emas. Realni oladigan odam, sotadigan odamga ham Tanlab olishga nima deymiz? Tanlab olasiz 100 ming so'mdan qo'shib berib. 100 ming so'mdan pilisi bor. Tanlab olishga 100 ming so'm pilisi bor. 5 tani haydab olsangiz ham optim narxda ketaveradi aka. 5 tani haydab olsangiz ham optim narxda uyingizga kirib boradi. Aloqaga chiqarasizlar. Bu oxirgi partiyamizmi? Bo'lmasa videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlar uchun arzonlardan, sifati zo'rlardan chiqarishda